Yaxshimisizlar, ertalabdan beri bir 100 tadan oshu Gold, Tyson, senga pul tikib qo'ydim qimorda, nima qilding, uyimni yutqizib qo'ydim, kasha bo'ldi deb bir ikkita siqirt odamlar video chiqargan ekan. Gold bo'ladimi, Tyson bo'ladimi? Bularni birinchi o'chitda men yaxshi ko'rishim, bular qimor reklama qilmaydi. Endi urishib yurishi bu narsalari bizga to'g'ri kelmaydi. Musulmonchilik o'zi avvalambor, lekin qimorni shunday ham nafsi buzuvlik qilib reklama qilmasdan turib media sportsmen deymizmi, shunaqa media sportsmen bo'lib baqir-chaqir qilib yuribdi. Nima uchun? Mana shu sizlar maza qilinglar. Zerikib qolganmanmi, har xil odamlar ko'rib, mana shu bizani bo'yimizni ko'rib maza qilsin deb urishib yuribdi endi bayrog'ini ko'tarib. Lekin men bitta Goldga, Tyson, senga tikib qo'ydim, pulimni qaytar, mana taksida ketyapman, uyimni yutqizib qo'ydim deyotganlaring, uying kuysin sizlarni. Uying kuysin, bilib turib onangga bitta non ko'tarib kirmayapsan. Shu mana shu gapirayotganlarni o'zi ko'rsangiz, naski yirtilib yotibdi. Bola chaqasi och mana shu. Isqirtlarni harom, xarij, har xil joylardan kreditlar olib turib, o'zlarini qimorga tikib, yutaman, kishkani o'ylaysanlar-da, kishkamaniya xuju narkomaniya deydi. Sizlar narkomandan battar sizlar. Har xil qimor reklama qilayotgan itlarni gapirsam, jahillaring chiqadi. Ya vatanimiz bayrog'ini ko'taryapti, unaqa qilyapti. Mana qimor reklama qilmasdan turib ham chiqdi, mayli yutqizib qo'ydi. Emelianka, Muhammad Ali, Mamman degan rostakasini Taysonlar yutqizgan. Bular kim bo'pti? Yutgan paytda opa-doda, dodamsiz meni, opa-dodamsiz meni, amakimsiz deb yuruvdilar. Endi yutqizib qo'yganda sirasi mana shunaqami? Nima bo'lgan taqdirda ham bizning sportsmenlarimiz yutsin, mana qimor reklama qilmaydigan mana Mangu degan liga boshlayapti. 7-fevralda mana shu narsasi bo'ladi. Bu oktagonni bilasanlar o'zi. Mana shu it emgan haromlar pul tikadi shu yerga. Xbetda eng kattalari haromlar shu yerga sponsor. Shu narsalarga chalg'ib qolmaydi. Chempionlar bizani bolalar mayli qoqildi, yiqildi, aytaman-u itlar deyman, qimor reklama qilayotgan. U itlar ham o'zimiz itlar. Chetga olib chiqsak sharmanda bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zimiz mana shu O'zbekistonning o'zida xalqvoriylik deymiz. Hozir ham bunaqa Gold, Tyson deb kulyapsanlar-yu, har xil O'rta Osiyolik ko'ryapti. Bir-birimizni unaqa izvatsiya qilib sharmanda qilib qo'ymaylik. Yutayotgan paytda opododa zo'rsiz, chempionsiz deb otdinglar. Tuninglar, kuninglar yaxshi o'tsin chempionlar. Nima bo'lgan taqdirda ham qimor reklama qilmayaptimi? Har xil isqirt narsalarni ko'pchilik ommaga olib chiqmayaptimi? Qolgan paytda poddershga qo'yavringlar.